Tirik vestiga 1 grammdan qilinadi vitamin. Maslinli bo'ladi. Mana. Deta bir 60-70 kilo bormi bu? Bir tomoniga 3 gram, bir tomoniga 3 gram, 66 gram qilinadi. 2 tomoniga qilinadi. 6 gram bir tomoniga urib qo'ymaylik, tarqash qiyin bo'ladi. Trivit Forteni qilishimizning sababi A, D, E vitaminlari bor. Bu qo'chqorga tayyorlash jarayonida modda almashuvlari yaxshilanadi, vitamin. A vitamini jigarni yaxshilaydi. Bu jigarga foydasi bor. Qilib turish kerak. Hech bo'lmasa bir oyda bir yo 2 oyda bir uzog'i uy sharoitida baqayotganda vitaminlarga berib turishimiz kerak. Mana buni qo'yga qo'shishimizdan oldin, qo'chqorga qo'shishimizdan oldin bir qator lecheniyasini qilib ukolni qilib qo'yamiz. Maslinli bo'ladi, ketish qiyin bo'ladi. Bu tomoniga 3 gram. Terini tortib, teri ostiga qo'chqor ham o'zini ishini qilyapti. Bu eng tez tarqaydigan joyi bo'yni bo'ladi. Mana shu yerdan tarqaladi. Bo'p. Aka-ukalar, bugun mana hafta kuniga yakshanba, kelib bir qator har haftada bir qatorlar nima qilamizda, kelib fermani tekshiramiz, qo'ylarni qaysi qo'ylarimiz qanaqa ahvolda. Mana demak, o'tir tushib qopti qo'ylarimizga. Oximax'ni yangi boshlanganda mana chachib qo'yiladi. Mana tek jonivor, tek. Ozdan shu sizdan oladi. Mana uji mana uzoqlasa xotirga davo bor. 3-4 kunda uji seziladi. Yana 3-4 kundan yana bir chachib yuboramiz. Borda yo'qmi? Yo'q, bor, yaxshi. Yo'qmi? Mana yerda bor. Mana mashinadan boshlanadi-da mana. Mana bo'ldi. Juda ham bir quloqda yo'qmi? Quloqda ham bo'ladi mana ishlarda ana. Asosiy bo'ldi. Uji qo'yimiz xudo mana xotirga yangi boshlanganda sraz chachib qo'ysalaring, sraz to'kadi, rivojlanmasdan turib. Sababi bu ushlab turing-da siz. Ushlab turing. To'xtab turing. To'xtab turing. Bitta qo'rada qo'tir chiqdimi? Yana chiqaveradi-da Asadul aka. Nimagaki bu xotirda tuxumdonlari pastga tushadi. Pastda bor buni nimasi. Dezinfeksiyani formalin bilan xlor, misol formalin bilan xlor chachib turib, dezinfeksiya qilib turishni tavsiya beramiz. Xotir tushgan qo'rada bu bo'ladi. Nimagaki bu tirik bakteriyalarda endi kanalar. Bu kanalarning tuxumlari go'ngda rivojlanadi pastda. Demak, bunda yo'qdimi? Demak, boshqalariga ham yo'qadi. Buni dezinfeksiya qo'yga tushganda shuni qilasizlar, pastlarini formalinda dezinfeksiya qilinadi. Tushib ketibdi bu, mana qo'zi. Uloqcha. Ha, ana magra. Tushib ketdimi? Tushib ketdi bu uloqcha. Enalarni, voy. chiqolmaydi, bu yerdan tushib olish kerak. Buni qanaqa qilib olamiz endi? Yig'lashini qarang. Bu enasi ekan u. Ketma, bo'ri yeb ketmasin. Hoppa. Sen onasiga kirib olmasin. Nega bering? Olib chiqib beradi. Abdurasul aka, otlarni tuyog'ini shuna tozalanadi-da endi. Ba'zi birlarining aso'larini shuna majbur. Mana shu adari, mana shu kesib tashlashimiz. Sho'xlarini. Sho'xlarini, aso'lari deymiz. Bunga keyin nima solasizlarmi taqa? Yo'q, solinmaydi. Biyasi bilan baytallar deydi. Biyasiga solinmaydimi? Yo'q, solinmaydi. Biz unaqa bilmaymiz, qo'yni tushunamiz, otni tushunmaymiz-da biz aka. Binalar deganiga solinadi, binalar deganiga solinaveradi. Yo'lda yuradida, chunki asfaltda tosh qo'yadi ayollar. Ana shu ma'lumot. Minganiga solinmaydi, keyin asosiy orqasiga hisobiga ag'darib turib, mana shu naqati kesib olib tashlashimiz kerak. Bo'lmasa katta o'kitda tuyoqdan naq ko'rsagan narsa. Qarang. Demak, faqat minilib tashqari asfaltlarda yuradiganga solinadi taqa. Toqqa yuradiganlarga. Toqqa yuradiganlarga. Ana. Mashalloh. Bu otimiz qanaqa bu? Sorti. Boshqacha-yu bu chochlari.
Friz, shayr bu, friz. Friz? Ha, friz, shayr otimiz. Bolalardan bormi sotiladigan endi? Bolalardan bor, ha. Bor, chiqarib beramiz otlardan. Mana so'raganlarga bor. Ha, nomeringizni nima, soобщение qo'yib qo'yaman. Abdurasul aka, ot ma'lumot bo'yicha uchrashib telefon qilishaveradi sizga. Rahmat.